Saida osmondan tushganday paydo bo'ldi. Mirziyoyevdan keyin davlatda ikkinchi shaxsga aylandi. Nima deyapti? Maqsadim otamni baxtli qilish deyapti. Ya'ni davlatning ikkinchi shaxsi maqomida turib, maqsadi otasini baxtli qilish. Otasi Mirziyoyev nima deyapti? Menga sadoqatlar kerak. Menga diplom kerak emas. Men o'zim o'rgatib olaman deyapti. Axir xalqni kim o'ylaydi? Xalqqa kim xizmat qiladi? Qizini maqsadi otasini baxtli qilish bo'lsa, otasiga faqat sadoqatlar kerak bo'lsa, xalqni kim o'ylaydi? Xalqqa kim xizmat qiladi? Xalq axir bu Mirziyoyevning oila a'zolari uchun barcha shart-sharoitlarni xalqning o'zi qiyin ahvolda yashasa ham soliqlar to'lash orqali sharoitlarni qilib berib qo'yibdi. Axir xalqning xizmatini qilmaydimi? Saida Rossiyaga borganda Rossiya rahbariyati o'sha bosh vaziri Mishustin Putin administratsiyasining rahbarlari bilan uchrashdi. Ya PR qilishdi. Nima deb yozdi Saida? Bu Rossiya Federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashuvda O'zbekiston kadrlar masalasini muhokama qildik dedi. Qaysi suveren mustaqil davlatning rahbariyati o'zining davlatidagi kadrlarni boshqa mamlakatning rahbarlari bilan borib muhokama qilib maslahatlashib kimni qaysi lavozimga qo'yish topshirig'ini olib keladi. Bu axir O'zbekiston davlatiga va o'zbek xalqiga qoyillikmi yoki xoinlik emasmi?